FM World zavodining eng xaridorgir traktorlaridan biri 160 ot kuchiga ega bo'lgan FM World WD1604Y traktori akalar sotuvga xudo xolasa Toshkentga yetib keldi. Bemalol ana endi shartnoma olsanglar bo'ladi. Mana buni silindrlarini ko'rsatib o'tib ketay. Naviskalarni qaranglar. Bular yangilangan variantda bo'ladi. 2025-yilda bu traktordan juda ko'p sotildi akalar. Buni zadniy mostga ili gidrosistemaniki moylari alohida bo'ladi. Balonlarni qaranglar, shirokiligini. Motorlarni ko'rsatib ketay. Yuchay motor bo'ladi akalar. Injektor emas, oddiy apparatura motor bo'ladi. Salarga tanlamaydi. Bundan tashqari mana apparaturasini ko'rsatib ketay. Salonlarini ham ko'rsatay. Traktorimizda operator uchun nima sharoit kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi bor. Magnitofon, konditsioner. Mana rullarimiz o'zgargan. Mana bu yoqda qo'shimcha elektronika sistemalari, mana bu yerda passajir uchun o'rindiq, bu yerda telefon uchun, tok uchun joylar, portlar, podstakanliklar, undan tashqari sportlari. 4 ta tak. 16 ta oldiga, 16 ta orqaga. Mana reversif. Bunda reversif mavjud. Rushnoy gaz. 3 ta gidrosistemaniki. Xullas 360 obzor ko'rinish. Traktorimizda hamma narsasi bor. Mana orqa uchun yana qo'shimcha zadniy kamera, o'zini zip paketi, zavodskoy. Mana tashqarisidan ham bir ko'ringlar buni ko'rinishini, bahaybatligini ko'ringlar buni. Xudo xolasa traktorimiz sotuvda tayyor akalar, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. 1 yildan 5 yilgacha lizing olib chiqib ketsanglar bo'ladi. 3 oyda bir marta to'lov yoki bo'lmasa 6 oyda bir marta to'lov grafik asosida bemalol olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bizga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi akalar. Boshlang'ich 25% yoki 30% to'lov bilan lizing qilib olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Xudo xolasa g'allalarni urib tugatib, plan to'ldirgan akalarimiz, fermerlarimiz bemalol xarid qilsanglar bo'ladi akalar. Sotuvda tayyor. Pastdagi telefon raqamlarini yozsanglar, bundan tashqari yana batafsil ma'lumotlarni ham beramiz.